Hammaga salom, sizlar balam Zabot. Animaga ovoz berish oson ish emas, lekin har doim tezroq chiqaringlar deb so'raysizlar. Mana shu ko'rsatib qo'ygan raqamlar bo'yicha endi sizlar har doim bizani qo'llab-quvvatlay olasizlar. Bu donat degani. Mana shu raqam bo'yicha pul tashagan har bir inson Anibla.uz rivojlanishiga o'z hissasini qo'shgan odam bo'ladi. Pul tashaganlardan keyin Telegramdagi lichkamga yozsanglar, albatta bironta animada oxirsida sizlarning isminglarni aytib va salom yo'llantirib yuboraman. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Bu basseynning oldidagi hojatxona. Bu hojatxonaga odamlar kam kiradi. Shuning uchun bu yerda mazza qilib o'zing ishingni qila olasan. Bu erkaklar hojatxonasi. Aniq, bu erkaklar hojatxonasi. Bu erkaklarning eng tinch joyi. Bo'lmasam nimaga? Nima qilyapsiz bu yerda ustoz? Birinchi uzfandab Anibla.uz taqdim etadi. Nima qilyapsiz bu yerda ustoz? Mana axir aniq eshikni qulflavdim. Buni eshik buzilgan. Shuning uchun qulflanmaydi. Taqillatmasdan band qilingan hojatxonaga kirish. Ha, juda mard ekansan. Ustoz, e'tiboringiz uchun bu erkaklarning hojatxonasi. Qizlarning hojatxonasini yuvilayotganligi uchun men bu yoqqa keldim. Sen esa taqillatmasdan kirib kelding. Xo'sh, menimcha bu safar men ham aybdorman. Men bu kichkina xatoyim haqida unutaman. Shuning uchun tuyog'ingni bo'tdan tezroq shiqillat. Men jon deb shiqillatardim. Lekin eshik buzilgan va ochilmayapti. Qanaqasiga? Sana hozirgina aytding-ku bu eshik yopilmaydi deb. Nima bo'layotganligini o'zim ham tushunmayman. U rostdan ham buzuq edi. Tavba. U hatto hojatxonada o'tirganda ham shunaqa qo'rqinchli bo'lishi mumkin. Bu haqiqiy iblis Kojima. Sizlar erimosizlar. Kimdir maktab qonuniga bo'ysunmasa, Kojimani sevgisini o'z tanasida his etadi. Shu narsa deb ota-onalar ham kelishgandi, lekin shu narsaga ishondingizmi? U hatto ota-onalarni ham urushar ekan. Hatto bezorilar. Xayrli tong. Kojimani oldi boshini egishadi. Men bunaqa ustoz bilan bitta xonada bo'lib qolaman deb o'ylamadim. Iltimos yordam beringlar. Sato, iltimos chiranma. Agar aytganim maqmasin, o'zim mushab tura olmayman. Men o'ldim shekilli. Ustoz hojatxonadan chiqishlari bilan bu narsa haqida unutishingni majbur qilaman. Mening hayotim hojatxonada yakunlab ketadi. Nima qilay? Bugun basseyn uchun zo'r kun, a? Illiq havo mazza. Aytgancha, keyingi darsimiz axir basseynda. Nihoyatda men qutqarildim. O'zing chiqazma. Qiz bola bilan o'g'il bola bitta hojatxonada. Biz haqimizda noto'g'ri o'ylashi mumkin. Xo'p bo'ladi. Namuncha mazali hid. Yumshoq va iliqqina. Kechirasiz, hozirroq qo'limni olaman. To'xta. Agar birdaniga qo'lingni olsang, o'zim ushlab turmashim mumkin. Kechirarsan, lekin sekinroq olishingga to'g'ri keladi. Xo'p bo'ladi. Shunaqasiga. Ha, uni ovozi oldindagi emas. Yana ozgincha. Xo'p bo'ladi. Uni ozgincha terilgan va titrayotgan tanasi. Hech qachon ustoz unaqa darajada ko'rmagandim.
Nima? Iblis Kojima. Uni hamma joyi ochiq va terlab ketgan. Bu yana nimasi? Sen bu haqida unutasan. Nima qilyapsan? Ustoz, men hozir sizni ko'rganda, men bir narsani bildim. Menimcha, men boshqa o'zim o'shab tura olmayman. Man hozir siyib qo'yaman. Bo'ta nima qilyapsan, ablah? Bir hafta o'tdi, lekin men unutmayman. Menimcha menda jiddiy muammolar bor. Senpai, siz bir narsa dedingizmi? Hech narsa. Seni bashariy meni qo'rqityapti, Suzuki. Kechirasiz, lekin men shunaqa tug'ilganman. Men bilaman. Agar sen mendan kattaroq bo'lganingda, men sen bilan umuman gaplashmagan bo'lardim. Men charchab ketdim. Shifokorlarning xonasida hozir hech kim bo'lsa kerak. Keyingi darsga kirib o'tirmayman. Axirating fandan qoldirish mumkin emas. Suzuki, har doimgidek jiddiysan. Kechirasiz, Matsukoda ustoz. Xavotirlanma, hammasi yaxshi. Mayli, men ketdim. Senpai. Sato kunga bir narsa bo'ldimi? Hozir u shifokorlarning xonasiga ketyapti. Menimcha u charchagan bo'lsa kerak. Shifokorlarning xonasiga? Bu shifokorlarning xonasi. Aniq, bu shifokorlarning xonasi. Bunaqa payt bu hech kim emas kerak. Bo'lmasa nimaga? Nimaga men yana ustoz bilan uchrashib qoldim? Yana sanmi, Sato? Hozir hamma bolalar o'qiyotgan bo'lish kerak. Seni ham mazim o'yaptimi? Darsga kirim kelmayapti. Yo'q, oyog'im jarohatlab qo'ydim. Sizga nima bo'ldi? Menimcha men kasal bo'lib qolganman. Shuning uchun dam oldim. Hammasi yaxshimi? Siz juda ham terlab ketibsiz. Menimcha gripp bo'lgandirman. Yuzlari qizarib ketganidan juda ham behayo ko'rinyapti. Kechirarsan. Men hozir yaxshi yurolmayman. Menga dorilarni bera olasanmi? Xo'p bo'ladi. Bu emas. Nima bolalar, unga qarshi yo'qmi? Yo'q, mana bor ekan. Nimaga aynan shu dori? Biror narsani topdingmi? Ha, bu yerda bitta narsa bor, lekin farqi yo'q nima? Beqopga. Lekin bu tuzaltirish uchun ko'tga tiqadigan shag'al. Men qidirib ko'raman, bundan tashqari biror narsa bo'lish kerak. Xo'sh. Yo'q, bu ham to'g'ri keladi, lekin men charchaganimdan qo'limni ham ko'tara olmayman. Meni o'rnimga bu narsani qil, iltimos. Tompomiz ketib qolganmi deyman? Qanaqasi bunaqa gap bilan gapirishi mumkin? Lekin men uni bunaqa holatda tashlab keta olmayman. Tayyormisiz? Ha, lekin qilishim bilan boshingni boshqa joyga qaratgan. Uyalyapman. Keling, men undan ko'rasa umuman qaramay qo'ya qolay. Hozir men sizni ichki kiyimingizni yechaman. Ishonish qiyin, bir kuni kelib, Iblis Kojima bilan shunaqa qilaman deb o'ylamadim. Men boshlayapman. Ahmoq, bunaqa qilmaydi. Sal teparoq. Kechirarsan, lekin menda o'ryapti. Iltimos, tezroq tiqib qolsingchi. Xo'p. Shu yoqqa, to'g'rimi? Ozgincha o'zingizni bo'sh qo'ya olasizmi? Shunaqasiga. Qanachan, tuzimsan? Menimcha, men kimdir ovozini eshitdim. Ahvoling yaxshimi? Ha, ancha yaxshi. Iblis Kojimani ko'rib pastga kirib oldim. Bo'lmasam bizani ko'rib qolardi. Menimcha, hammasi yaxshi ketadi. Mayli, yaxshi dam ol. Sato, kechirarsiz. Ahmoq. Axir kasalim senga yuqishi mumkin-ku. Bugun menga yordam berganingga rahmat. Ertasi kuni albatta men kasal bo'lib qo'yaman. Yomon charchab ketganman. Uyda qolishim kerak edi. Sato, shu yerdamisan?
Men afsus, men senga kasalim yuqtirdim, to'g'rimi? Kecha u men uchun xotirlanib keldi. Shunaqa payt juda ham uyalchanib ketadi. Buni o'ylab qarasa juda ham asalchi. Mayli, bu gaplarni yig'ishtiraylik. Eshitishim bo'yicha sen oyog'ing jarohatlanmagan va sen besabab darsga kirmagansan. Qattan bilasiz. Matsukasa sensei aytdilar. Ularga esa Suzuki aytgan. Men seni hozir bir zumda tuzatib qo'yaman, xotirlanma. Seni jazolab olishim uchun tezroq tuzal. To'xtab turing. Uyg'ur iblis. Birinchi o'z fandab anibla.uz uchun o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berdiman Zobot, Timing Zobot, tarjimon LD. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.